Assalomu alaykum. YouTube ishqibozlari. Yangi perseplarimizni egalariga ulab berdik. Persepimiz razmeri 1.30 ga 2.30. Bu farkovlari bilan mana rossiyskiy shariklar, rossiyskiy zamonlar. Mingurlari bilan. 2026 persepimizni. Shu suribkada shunaqa chiqadi. Balon holatlari yangi. Stofana montajlari tayyor. Krilolarimiz temir listdan. Ko'p yo'radi. Endi mana Lasetti'ga ulab berdik. 2.60 ga 1.5, 15 diska balonlari bilan. Dada ketdik. Mashinamiz nomeri chiqmasin. Mana mashinamiz nomeri 290 ekan. Drabilka toshadi akalarimiz. Pollari list, bortlari list. Ramalar shuylar, mana dishtalari shuylar. Resorlarimiz yuk ko'tarish qobiliyati buni endi. 1 tonna 200 olaveradi. Meyda Nexia avtomobiliga ulab berdik. Persepimiz razmeri 2.40 ga 1.30. Tent balandligi 1.5. Nexia 2 farkoblari bilan mana. Tentlarimiz Furan tentidan. Niye teşekkür edersen tayyor olyapti. Diska balonlarimiz Lavonikidan bo'ladi. Balon holatlari hammasi yangi akalar mana. Shuni ham ko'rib turib bo'ladi. Aka menikini berib oldim. Ketdan. Rahmat sizlarga qatnoma berildi. Akaga berdik. Mana. Xudo xolasa hamma perseplarimizni egalariga topshirib oldik bugungi kunimizda. Hammasi joyida Xudo xolasa. Beyda akalar tayyorlanib turgan ish jarayonida mana 1.90 ga 1.25. Bunda generator toshadi akalar. Persepimizni zavodskiy resorlardan qo'yib berganmiz. Dishtalari 3 tenka, toneramiz 3 tenka, tashqarilar shuylar. Balon holatlari yangi, Lasetti stupitsalari bilan.